Onalarning har kungi muammosi bugun farzandimga maktabga nima taom berib yuborsam ekan deb o'ylanib o'tirishadi. Farzandingizga aynan shu pededan tayyorlab berib yuboring, kechgacha to'q yuradi. Xamir uchun kerakli masalliqlarning hammasini video ostida yozib qoldiraman. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib, muzlatkichda oshirib olsangiz ham bo'ladi. Xamirni kechki payt tayyorlab, ertalabki issiqqina pishirsangiz ham bo'ladi. Xamir oshguncha bolajonlarning eng sevimli bo'lgan kolbasalarini mayda turburchak qilib to'g'rab olamiz. Menda asl baraka kolbasasi halol va ishonchli. Bu orada oshgan xamirlarni 10 ta zuvalaga bo'lib oldim. Agar siz maydaroq pedechalar xohlasangiz, bundan-da ko'p zuvalaga bo'lishingiz mumkin. 10 daqiqa tingan xamirni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olasiz. O'zingizga yoqadigan, maza qilib yeydigan seringizni qirg'ichdan chiqarasiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, yoyilgan xamirni ustiga sirlarni qo'yib, yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Yopishtirilgan joyidan ushlab, avval sutga, so'ng kunjutga belab olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, o'rtasiga to'g'ralgan kolbasani qo'yib, qizib turgan duxovkada 180 gradusda 20 daqiqa pishirib olamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Pededan tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Robiyangiznikiga mehmonga keling.